mana shunday manzarada, mana shunday tabiatni qo'ynida oilangiz bilan yoki-da do'stlaringiz bilan, balkim kollektiv bilandir. Maza qilib bir bayram bazmlarini uyushtirishga. Misol uchun, Sumalak bayramini o'tkazishga nima deysiz? Siz ko'rib turgan bu shahardagi masjid emas. Men umuman tasavvurimga ham sig'dirmadim, to'g'risi. Bu yerga kelayotganda yo'lda menga bu joyni ko'rsataman, tanishtiraman degan inson aytdiki, Shohjahon, hozir bir yomon yo'l bo'ladi. Bu yomon yo'lga e'tibor bermaysiz. Keyin esa bu yomon yo'l tugaganda ajoyib bir go'zal joyga ko'zingiz tushadi dedi. Va men tasavvurimga keltira olmadim. Haqiqatan ham bunaqa yomon yo'l, tog'ni oralab kirib, tog'ni eng baland joyiga borgan joyda qanaqa bir makon bo'lishi mumkin deb. Menda birinchi podozrение, ya'ni mendagi birinchi gumon shu bo'ldiki, yaxshi gumon albatta. Men chiroyli manzarani ko'rsam kerak, tog'larni, takoy o'rmonzor ko'rsam kerak degandim. To'g'risi shunday o'rmonzorni uchratdim. Lekin mana bunday manzara, mana bu kottej, milliy kottej, mana bu ajoyib masjidlarni to'g'risi bu yerda uchrataman deb kutmagan edim. Do'stlar, agar siz meni tanimasangiz, ismim Shohjahon Sherzilov. Ushbu video hozir internet ijtimoiy tarmoqlari uchun tayyorlanyapti. Men hozirgi biz yurgan joyni sizlarga obzor qilmoqchiman. Ya'ni tanishtirmoqchiman yaqinda. Sababi men bu joyga qanday kelib qoldim? Biz komandamiz bilan bir reja qildik. Biz aytdikki, Sumalak festivalini, bu yil Sumalak bazmini tog'da tepasida qilamiz, tabiatda qo'ynida. Palatkalar o'rnatamiz, hamma sharoitlarni o'zimiz yaratamizda. Diki takoy jaydari tabiatni bag'riga borib Sumalak festivalini o'tkazamiz deb reja qildik. Va shunday joy qidira turib, menga bu joyni ko'rsatib qolishdi. Va aytdiki, Shohjahon, bu joyni ko'ring. Sababi sizga yoqish kerak dedi. Va bu joyni men hozir aylanib, hozir siz bilan birga aylanamiz. Ko'rib chiqib, to'g'risi Sumalak bayramini aynan mana shu yerda komandamiz bilan o'tkazishni rejasini tuzdim. Albatta keyin maslahat qildim liderlarimiz bilan, birgalikda tashkilotchilarimiz bilan. Ular ham fikrimga qo'shilishdi va tog'ni tepasida jaydari sharoitni esa piknik uchun Uski komandaga bir 20 kishiga, balkim 15 kishi, balkim 30 kishi bo'lar, bilan birgalikda o'tkazamiz deb reja qildik. Xullas kalom do'stlar, sizlarni Chorvoqning tog'larni bag'ridagi eng baland cho'qqisida joylashgan Eco Life dam olish maskaniga taklif qilaman. Birgalikda sizlar bilan bu joyni, bu makonlarni obzor qilamiz. Buni hammasini kirish qismidan boshlaymiz. To'g'risi, bu joyni ayni tabiatni qo'ynini qidirib topib olaman deb o'ylamagan edim. Va lekin hozir bundan juda ham xursandman. Nega bilasizmi? Chunki bu yerda mana bunday sharqroq soylardan tashqari sigiru, tovuqlaru, o'rdaklaru, g'ozlaru hammasi bor. Va hattoki otlar ham bor. Hozir mana otxonaning oldida turibmiz. Bu yerda meni hayratga solgan narsa bilasizmi nima bo'ldi? Ya'ni ideya bu yerda quyidagicha. Demak, bu yerga bug'doy olib kelishadi. Bu yerda tegirmon bor, hozir ko'rsataman. Ana shu tegirmonda un qalashadi va o'sha yerda tandir bor, o'sha yerda non yopishadi. Sut, tuxum, demak qatiq, qaymoq hammasi mana shu yerda yetkaziladi. Hozir sizga mana bu manzarani ko'rsataman, qarang. Mana g'ozlar tashqariga chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizmi? Ketishyapti mana.
Juda ko'p g'ozlar bor ekan. Tepada ham bitta ovozlar chiqishyapti, qarang. Oy, tog'ning tepasida g'ozlarning yurishini qarang. Bunaqa manzarani to'g'risi hech qayerda ko'rmaysiz. Faqat bu yerda ko'rishingiz mumkin. Vot, shu tog'ning tepasida g'ozlar yuribdi. Vot. Do'stlar, sizlar bilan hozir kirish qismidamiz. Bu yerda avtomobilingiz bilan kelib, ichkariga parkovkaga mashinangizni olib kirishingiz mumkin. Aytgandek, bu joyni bir toshkentlik hoji akamiz, yoshlari katta, o'zlari bilan tanishdim bugun. Tayyorlagan ekanlar. Avvaliga bu joyni o'zlari uchun tayyorlagan ekanlar. Keyin esa bu joyni kattalashtirish ideyasi kelib, keyin kengaytirilgan. Hozir ko'rasiz, bu yerda shunaqangi shinam qilinganki, bizni avvalgi qadimgi sizlar bilan yashagan loyli sinch uylarimizni eslaysiz. Bu yerda hammasi ana shunday sharoitda qilingan. Hozir sizga avval keling, biroz xunuk bo'lsa-da, sizga mana bu ro'zg'orni ko'rsatay. Bu yerdagi demak, tovuqlarni, sigirlarni ko'rsatay. Kakras bahonada o'zimga ham telefonimga olaman. Bunaqa manzarani to'g'risi qishloqlarda ko'rasiz, uyda, kimnidir uyda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda otxona, mana bu yerda otlar. Hozir ot ham uchishingiz mumkin, minishingiz mumkin. Vot. Va mana shu yerda tabiat qo'ynida bu mana tovuqlar va o'rdaklar shu yerda sayr qilib, shu yerda tabiiy narsalardan oziqlanib, tabiiy tuxumlarni, sigir sutini, qaymoqlarni olishadi. Ajoyib, go'zal. Haqiqiy qishloq manzarasi, qarang. Bundan ko'p uzoqlashmaysiz va ajoyib shinam joyga yetib borasiz. Hozir endi keling, men sizga mana bu manzarani ko'rsataman. Mana bu qayerdadir 2 qavatlik, qayerdadir 3 qavatlik, hatto 4 qavatligi ham bor. Bu kottejlar hammasi milliy stilda qurilgan. Barchasi sinchdan somon ishlatilgan, loy va xuddi bizni o'zbekona variantda qilib taxtadan, yog'ochdan tayyorlangan. Va hatto mana kottejlarning oldida ko'rishingiz mumkin. Xohlasa kim o'zi tayyorlayman desa, shu yerda mana shashliklar tayyorlashi mumkin, ovqatlarini qilishi mumkin, osh-ovqatini, hattoki somsa yoki non ham yopishi mumkin. Bitta xonani o'zini balkoni bor. Balkonida mana bunaqangi ajoyib manzara hozir kirib ko'rsatamiz sizga va panoramniy oynalarigacha. Eng qizig'i, hozir e'tibor bering mana bunga. Har bitta korpusga nom berilgan. Misol uchun hozir mana biz seshanbada turibmiz. Birinchisi bu dushanba. Mana bu seshanba. Bunisi chorshanba. Naryoqda esa keyingisi payshanba. Ya'ni binolarning korpuslarining nomlari bu. Vot, keyingisi juma. Yakshanbasi eng oxirida, eng uzoq, eng tepada. Mana e'tibor bering, ruschasiga va o'zbekchasiga yozib qo'yishgan. Ko'ryapsizmi? Vot. Mana bu 1, 2, 3, 4, hatto 5 qavatli ekan. Bu yerda e'tibor bering, oshxona. Birinchi qavati oshxona, ikkinchi qavatida seminar zal. U yerda hattoki karaokelargacha, kino ko'radigan zallargacha qilib qo'yishgan. Eng yuqori qavatida esa diskotechniy plashatka, ochiq osmon ostida. Kechqurun u yoqda svetlarni yoqib qo'ysa, shunaqangi shinam svet bo'ladi, takoy приятный svet bo'ladi va u yoqda raqs tushsa bo'ladi. Xo'p, lekin bularning ichida hammasidan ham meni birdaniga yuragimdan joy olgan mana bunday panoramniy oynalik masjidi bo'ldi. Keling ichiga kiramiz. Masjidning o'zidan darrov tushunasiz bu yerdagi qurilishlar qanaqa stilda qurilganini. Mana bu yerda mana ajoyib mehrob, osmon manzarasidagi gumbaz. Eng qizig'i, yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Bu yerdagi har bitta inshoot mana shunday
somon va loydan tayyorlangan, lekin bu qo'lingizga yuqmaydi loy. Ana shunaqangi qilingan. Esingizda bo'lsa oldin bo'lar. Mana hozir ham ushlayapman, takoy salqingina. И bunaqa joyda maza qilib odam uxlaydi ham nafas oladi. Вот. И dam olgani kelganlar, namoz o'qiydiganlar 5 mahal namozini полноценный masjidda namozini o'qisa bo'ladi. Va hattoki oynasidan vidga qarang. Super, a? Asha ajoyib. Bu yerda nafaqat masjidni, bu yerdagi har bitta korpuslarni oynalari mana shunday panoramni qilingan. Ajoyibmi? Namozni o'qib bo'lib, to'g'ri stalovoy tomonga yuzlansak bo'ladi. Allaqachon biz obedni qilib bo'ldik, ovqatlanib bo'ldik. Oshxonaga kirib, oshxonani ham ko'rsak bo'ladi. Hozir sizlar bilan biz demak, shvedskiy stol sifatidagi restoranga kirdik. Kafe desak ham bo'ladi. Bu yerda o'zingizga yoqimli, kerakli bo'lgan ovqatlarni shvedskiy stoldan olasiz va o'tirib ovqatlanasiz. Bu hammaga tanish. Ketdik tepaga, bu yerga. Bu yerda hozir mana yozgi period boshlanyapti. Bu yerda tashqarida ham stol-stullar bo'ladi. Va bu yerda soy eng asosiysi va buni shovqini. Bu shovqinga bir ko'rpachani to'shab bu soyda oldida uxlab olsangiz agar, bunga nima yetsin deng. Mana bunaqangi ajoyib manzara. Bu yog'i esa o'rmon. Aytgandek, mana shu yerda biz sumalak qozonni shu yerga qo'ymoqchimiz. Ya'ni mana shu yerda sumalak qozon bo'ladi. Mana bu yerda stollar qilamiz. Agar kim xohlasa ichkarida o'tirishi mumkin. Ichkarida ham biz stol qilamiz va barcha o'yin kulgularni esa mana shu tabiatni tepadan turib tomosha qiladigan joyda qilamiz. Ya'ni hozir sizlar bilan tepaga chiqamiz. Hozir biz ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz va ko'tarilish paytida mana bunday manzarani kuzatasiz. Va ikkinchi qavatda bizda mana bu ajoyib balkon, mana bu ajoyib vid va konferens zal. Mana bu yerda mana o'yin kulgi qilishyapti. Bu yerda hatto karaoke ham bor. Bu yerda biz sizlar bilan do'stlar kechqurungi kinoni shu yerda ko'ramiz. Mafiya o'yinini o'ynaymiz mana shu yerda. Va diskotekani ham uyushtirsak bo'ladi. Lekin asosiy diskotekamiz tepada bo'ladi. Biz sizlar bilan endi panoramniy vidga ega bo'lgan mana bu manzarani qarang. Mashallah. Mana bu manzarani qarang. Go'zalligini. Вот, bu bizning disko zonamiz. Hozir endi yorug' bo'lgani uchun bu yerda biz sizlar bilan plashatkani, boshqa narsani ko'rmayapmiz. Lekin mana bu ajoyib lampalar, mana bu lampalar kechqurun takoy sariq yonadi, shamga o'xshab, chiroqqa o'xshab va bu yerda chiroyli plashatka paydo bo'ladi. Mana shu yerda biz disko zona qilamiz, uyushtiramiz. Va maza qilib, kechqurun qo'shiqlar aytib, karaokelar aytib, o'yin kulguni shu yerda o'tkazamiz. Va bu yerdagi vidni qarang, tog'larga bo'lgan vidni qarang. Go'zal, emasmi ayting? Ha? Go'zal-ku axira. Wow. Mana bu go'zallikka qarang. Oh. Mana men boyaga aytgan xo'jalikdagi mana qo'ylar, qarang qayerda o'tlayapti. Shu tog'larga chiqib, ana shu yerda o'tlab kelayotgan qo'ylarning go'shidan bu yerda taom tayyorlanadi. Shu joyda sizlar bilan birato'la qarang qayerga o'tyapmiz. Mana bu yerda hozir ko'rishingiz mumkin balkonni. Ya'ni har bitta nomerni o'zini balkoni bor. O'zini xon taxtasi mana ko'tarib qo'yilgan. Xuddi o'zbekcha qilib ko'ryapsizmi? Вот. Hozir ana shu yerdan turib
biz syomkani davom ettiramiz. Mana bu yerda esa mana stol tennisi va begovoy doroshka ham bor. Kim xohlasa, mana ertalabdan sport bilan shug'ullanishi yoki mazza qilib tennis ham o'ynashi mumkin. Xo'p, hozir biz juma korpusidamiz, ha? Bu mana prixoja, marhamat. Xo'p, bu yerda nechta xona bu yerda? 4 ta. 1, 2, 3, 4 ta xona va sanuzel ham bor. Ha, bu sanuzel. Demak, 101, 102. Давайте 103 dan boshlaymiz. Tak. Oho, bu yoqqa quyosh qarab e'tibor bering. Oppoq shinam pastellar, taxtadan yog'ochdan tayyorlangan takoy kravatlar, bizni o'zimizning milliy sholchalarimiz, o'zimizning mana paxta gulli choynak piyolarimiz, xuddi o'zbekchasiga mana qarang, ko'rpalar taxlab qo'yilgan va eng zo'r tomoni mana bu yerda hechqasiz vid. Wow, mana bu da xon taxtani qo'yib, dasturxonlar bilan, ko'rpachalar bilan haqiqiy mazza qilib, tomosha qilib mana o'tiradigan joy. Ana sizga manzara. Mana bu balkonni biz mana hozir siz bilan ko'rdik. Ana shu yerdan turib biz boya syomka qildik. Vot. Mana ko'rib turganingizdek, mana qo'shnilarni ham ko'rib turishingiz mumkin bu yerda. Vot. O mana xontaxtani ham mana qo'yib berishdi. Vot. Tasavvur qiling. Mana shu xontaxtani atrofida ko'rpachalarni yozib, mazza qilib, kichkina bolachalarni ham emaklab yuradigan qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Vot ajoyib. Panoramniy oynasi bilan qarang. Yana bir narsani aytish joiz. Hozir mana xonaga kirganda sirazi sezdim, issiqqina pechka ishlab turibdi. Так что kechqurun sovuq bo'lmaydi. Bemalol maza. Bu yerda e'tibor bering. Boya men aytgan narsa. Loy. Qo'lga yuqmaydigan loy. Ko'ryapsizmi? Patolog esa, patologga e'tibor bering. Ana somon, sinch, hammasi mana o'zimizning milliy. Bu yerda vot mana, kстати, xalatlarini ham ilib qo'yishibdi mana. Har bitta xonani o'zini mana xalatlari ham bor. Oppoqqina, momiqqina, kremoviy rangda, oq rangda. Menimcha bu erkaklarga va ayollarga. Bu yerda yana bir narsani aytish kerak. Bu yerda mana xohlasangiz podez orqali keyingi tomonga o'tsa ham bo'ladi yoki xohlasangiz mana bu yerdan o'tsa ham bo'ladi. Ya'ni bitta oilaga agar bo'ladigan bo'lsa, mana xolodilnik ham bor, o'zining xolodilnigi. Bu yerda mana yana bitta sanuzel. Vot. Bu yerda ham mana, пожалуйста, tahorat qiladigan joy. Bide, И mana bu yerda ham, mana qarang, wow, vot go'zal. Ko'rpachalar taxlangan, xalatlar ilingan. Ну что, Saliha? Классно, да? Oppoq pastellar, momiqdek. Mana bu yog'i mana tabiat qarang. Mana bitta mana cho'ponlargacha okna открой qizim. Cho'ponlargacha qo'yib qo'yibdi, mana qarang. Qarang. Ana qarang. Cho'pon jasoqatsiz shuni sizga tashab ketaverasiz. Yana bir narsani sizlarga aytish kerak do'stlar. Har bitta xonada yuring kiramiz. Har bitta xonada xonadan xonaga o'tadigan qilib qo'yilgan. To есть agarda oila katta bo'ladigan bo'lsa, bu eshik ochiladi va ishlatiladi. Agarda kerak bo'lmasa, unda yopiladi xonani va quflab kalit olib qo'yiladi. Qarabsizki, как бы o'zingiz bo'ldingiz, da? Undan tashqari boya men ko'rsatganimdek, ya'ni podyezdni orqali emas, mana bu eshik orqali ham o'tsa bo'ladi. Xohlasa buni ochib qo'yadi, o'shanda o'tiradi, agar bu kattaroq kompaniya yoki oila bo'ladigan bo'lsa. Podyeziga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. E'tibor bering, mana oynalari полный panoramniy qilingan. Podyezi oppoq, shinam, top-toza. Xohlasangiz ochib qo'ysangiz bo'ladi oynani. Vot. Podyezdan vid bu sizga. Chiqyapmiz tashqariga. Mana vid. Bu yog'i basseyn. Bu yog'i keyingi korpus. Mana shamba
yakshanba esa bizda mana bu yerda, mana bu tomonda. Mana shu yerda daraxtlar ortida yakshanba korpusini ko'rish mumkin. Ну-ка. Krasota, цветочек у Salixi, молодец. Ana endi sizlarga do'stlar, bu yerda yetishtiriladigan asal yetishtiriladigan mana joyiga keldik. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek asallarning qutilari. Endi hozir biz tegmaymiz. Yana chaqib olmasin bizni. Chunki ular uyg'ongan. Вот. Ular mana juda ham ko'p. Shu yerda yetishtiriladigan asallardan mehmonlarni mehmon qiladi. Mayta mana g'ijillab yuribdi mana asallar. O'sha asallar uyg'onib, o'sha chiqibdi mana asal yig'gani. Bu yerdagi manzaraga qarang. Vay. Vay. Ana sizga go'zallik-u. Mana sizga go'zallik. Havoni tozaligini qarang. Mana tegirmon, mana shu yerda mana shu yerda bug'doyni tashab un qilishadi-da. Va mana bu tandirlarda non pishirishadi. Mana bu esa mana o'tindan foydalanadigan qozonlar va bu yerda tandirxona. Bu yerda somsalar pishirilar ekan. Mana bu manzarani tomosha qilib, toza havodan nafas olib, mana bu qozon o'choqda ovqat pishirayotgan oshpaz ovqatingizni maksimal darajada shirin pishiradi. Va eng asosiysi unga mana shu shukuh kiradi. Shuning uchun ham tabiatda pishgan ovqatlar mana shunaqangi ajoyib chiqadi. Hop, endi keling xulosa qilamiz. Sivilizatsiyadan mutlaqo uzoqda xotirjamlik, jimjitlik, tog'da tepasida mana bu toza havolar bilan, mana bu eshitib turgan qushlarning ovozi, nariyoqqa borsangiz arlarning ovozi, loydan tayyorlangan, qurilgan mana bu somonlar bilan qurilgan shinam, eko demak xonalarda dam olib, mana bunday basseynlarda maza qilib, cho'milib, tabiiy shu yerda tog'da katta bo'layotgan demak tovuqlarning tuxumidan yeb, qo'ylarning go'shtidan yeb, sigirni shu yerda yurgan sigirni sutidan ichib, qaymog'i-yu qatig'idan yeb va mana shu yerda go'zal tabiatni bu qo'ynida maza qilib o'zingizni masjidingiz bo'lib, shu yerni tegirmonidan olinayotgan unlardan ovqat yeb, qora jaydari nonlardan yeb, shu yerda o'tindan tayyorlangan demak ovqatlardan yeb, mazza qilib dam olishga nima deysiz? Super, ha? Va mana shu yerda do'stlar sizlar bilan biz 2026-yilga rejalashtirilgan, xudo xolasa 9 va 10 mayda bo'lib o'tadigan Sumalak bazmini, Sumalak festivalini aynan mana shu yerda do'stlar sizlar bilan o'tkazamiz. Inshaalloh. Так что barchangizni do'stlar ushbu festivalda kutib qolaman. Agarda bu videoni festivaldan so'ng ko'rayotgan bo'lsangiz, unda yana bir joy bilan tanishganingiz bilan tabriklayman.